bir podshoh vazirini yoniga chaqiribdi va debdiki, qizimni solih bir odamga uzatmoqchiman. U shunday biri bo'lsaki, Allohdan qo'rqib kechalari namoz o'qisa, ibodat qilsa, to'g'ri biri bo'lsa. Ya'ni meni moli davlatim uchun emas. Ertaga buncha mol davlat qo'liga tegib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, ziyon keltiruvchi biri bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? O'shaning uchun shu kechalari bilan odamlar uchun emas, xolis Alloh uchun ibodat qiladigan bir kuyov istayapman. Endi savol beramiz, namozxonlarda ichida qanchasi xolis Alloh uchun, masalan, otasidan qo'rqqani uchun emas, akasidan qo'rqqani uchun emas, yo turmush o'rtog'idan qo'rqqani uchun emas, yoki mahalladan uyalgani uchun emas. Ya'ni mahalladan uyalib masjidga chiqayotganlar borda. Ayniqsa yosh kattalarning ichida falon chollar boryapti. Men ham borishim kerak. Bormasam nima bo'ladi, uyat bo'ladi deb borayotganlar bor. Bular uchun emas, xolis Alloh uchun ibodat qilayotgan biri bo'lsa, qizimni jon deb berardim va xotirjam bo'lardim. Ishonchli qo'llarda ekanligidan debdi vaziri. O'sha kuni yoniga tunda bir nechta nimalarni olib, askarlarni olib, bir masjidlarda bir aylanaylik. Shu yarim kechasi birorta namoz o'qiyotgani Yoqubga o'xshab uchrab qolsa, shar olib kelamiz, qizni berib yuboramiz deb yaxshi niyat qilib masjidlarda aylanib yursa, endi voqeaning ikkinchi tomonidan bir o'g'ri bor ekan. Endi bugun bir masjidga o'g'irlikka tushaylik deb masjidga oshib o'g'irlikka tushgan ekanda. Endi narsalarni olib turaman, o'g'irlik qilaman deb yoq tutib tursa, voyaga qurs bo'lib masjid eshiklari ochilib kirib kelib qolibdi-da. Endi nima qilishini bilmay shaqquloqqa qo'yibdi-yu. Quloqqa qo'yib namozga turyapti boyaga. Endi kelganlar, buni qaranglar, odamlardan bekitib namoz o'qiyapti bu. Chiroqlarni ham yoqmabdi. Qorong'ida, xolis Alloh uchun bo'lsa shuncha bo'lar. Hozir namozini tugatib olsin, keyin buni podshohning huzuriga olib boramiz desa, hech namoz tugamasmish-da. U ichida nima deb o'ylayapti o'g'ri? Bular meni o'g'riga kirgan bilib qoldi. Endi meni kutib turishdi deb shu namozni salom berib yana quloqqa qo'yardi. Keyin bu oradan 1-2 soat vaqt o'tib ketib qoldi. Boyagi vazir aytibdi askarlarga, shu salom berishi bilan tars qo'ltig'idan olasizlar. Boshqa iloji yo'q, bo'lmasa yana quloqqa qo'yardi hozir. Buni samimiyatini ko'rmaysizmi, buni ixlosini ko'rmaysizmi deb undagi u ichidan tamom bo'lgan o'g'ri, oyoqlari qaltiraydi. Oyoqlari qaltirasa buni Allohning qarshisida turib, buni bunaqa tavozisini, bunaqa xushu bilan o'qishini shu titrar ekanda endi. Qo'lga tushdim, tamom bo'ldim deganda endi. Salom berishi bilan askarlar qo'ltig'idan tars ushlab podshohning oldiga olib borib, qizga unashtirib qo'yishgan ekanda, o'shanda o'g'ri aytgan ekan. Ya Robbil alamin. Yolg'onda kam namoz o'qidim. Qo'rqib anovlardan shuncha ne'mat berdik. Rost ekan o'qisam nima berarding degan ekan.